kelin kuyovni to'y bo'lishidan oldin uyini tayyorlashadi. Kuyovni uyida juda qimmat parda osishadi. Yaxshi yumshoq divan qo'yishadi. Undan keyin gilamning eng qimmati, televizorning kattasi, bor yaxshiliklarni olib kirishadi. Shunda o'sha eshikdan chiqib, borib 65 ga kirgan otaxon bilan onaxonning xonasini ochasiz. Kirasangiz ichkarida bitta xon taxta turibdi, yerga ko'rpa to'shak solib yotishibdi. Endi qarang. 65 ga kirgan, 45 yildan boza shu 2 yoshda katta qilgan ota-ona shu joyga yotishga loyiqmi yoki butun umri hayoti oldinda hali bunaqa joylarda ko'pini bu divanlarda, bu kreslolarda ko'piniga erishishi mumkin bo'lgan yoshlarni haligi ota-ona ko'rpachada yotganda bu divanga chiqib yotishi loyiqroq. Kim asli bu divanning egasi?